Assalomu alaykum. Kelinglar. Konsert ajoyib bo'ldi bugun. Nima ish bo'lsa ham hamma narsani tashlab birinchi bo'lib muxlislarim oldiga shoshaman. Ramazon vibe'da qolishni xush ko'rdim bugun. Kiyimlarimizni moslashtirib bergan Malika Begim dizayner bo'ladi. Yaqindan juda ham qalin bo'lib ishlayapmiz va har bir ishlarini detallarigacha juda a'lo darajada qilib beryaptilar. Durlarim Saudiyaniki. Qo'lda maxsus qilingan bu ham va bu durlarni Roren Jewelry'dan olingan. Bu brend bilan endi tanishdim yaqindan. Keyin juda hayratlanarli, juda lol qoladigan darajada endi biz ayollar sevamiz qimmatbaho narsalarni. Makiyajim bilan prichoskam har doimgidek Gulnoz. Biz ancha yillardan beri ishlaymiz. Ba'zida aytishadi, stilingni almashtirgin deydi. Stil almashtirish menimcha ko'proq yoshlikda qo'rqmaysan stil almashtirish. Yoshing katta bo'lgandan keyin biz faqat qulaylik va go'zallikni tanlaymiz. Men Nilufar Usmonova. Sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr.